Men 2025-yilda sizlarga hikoya tayyorlab keldim va men o'sha bloger Bekzod Beknur. Ha, siz bilganingizdek, yana yoqimsiz ovozim bilan sizning e'tiboringizni olmoqchiman. Xullas, hikoya badiiy to'qima, iltimos jiddiy qabul qilinmasin. Bu hikoyani yuragi bo'shlar, stress holatiga tushadigan, qo'rquvdan qotib qoladigan insonlar eshitishi man etiladi. Xullas, hikoyani eshitib o'zingizda salbiy o'zgarishlar sezsangiz, men bu javobgarlikni o'z bo'ynimga olmayman. Chunki men sizdan ogohlantirdim. Ha, quyidagidek. Xullas, tayyor bo'lsangiz, men bloger Bekzod Beknur hikoyamni boshladim. Bugungi kun juda og'ir o'tdi. Ha, odamlar orasida bir gap bor. Dushanba og'ir kun. Alex ham ijara uchun uy qidirib, bugun juda toliqdi. Alex Madsen asli vatani Meksika, lekin ota-onasi Qo'shma Shtatlarga ko'chib kelgandan keyin shu yerlik bo'lib qoldi. 6 yoshida Boston shtatiga ko'chib o'tgan bolakay hozir 32 yoshda. 3 farzandining otasi, rafiqasi Lily Madsen, bolalar Ted Junior ismli o'g'illari va Rafaela ismli kichkina qizalog'i bor. Ted 10 yoshda, Junior 8 va Rafaela esa hali 5 yoshda. Alex uyga kirib kelishi bilan bolalari uning oldiga yugurishdi. Bolalari bilan uyga kirar ekan, farzandlari bilan ko'rishgandan keyin charchoqlari deyarli yo'qoldi. Hammasi oilaviy ovqatlanishdi. So'ng hamma o'z xonalariga yo'l oldi. Alex rafiqasi Liliya bugun ham yaxshiroq uy topa olmadim. Shahar markazi bo'lgani uchun ancha qimmat narxi. Lili, ko'p siqilma, Alex hali topiladi. Yig'ib qo'ygan pullarimiz bor hali. Alex, ha, lekin faqat ijarada yashash odamni zeriktirib yuboradi. Hali uy egasi kelsa biror narsa bahona qilib ijara uchun qo'shimcha pul talab qiladi. Lili, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Bugun bo'lmasa ertaga topamiz. Ko'p o'zingni qiynama. Alex, mayli, ertaga bir gap bo'lar. Ular suhbatni tugatib uyquga ketishdi. Erta tong. Alex ishdan mehnat ta'tili olgani bois unda hali 4 kun vaqt bor edi. Ko'chada aylanib yurar ekan, bir e'lon uning e'tiborini tortdi. Shahar tashqarisidagi bir chekka joyda hovli uy sotuvga qo'yilgan, past qismida esa telefon raqamlari ham bor edi. Uyning narxi esa uni hayron qoldirdi. Bu uy shahar markazidagi uylardan 2 baravar arzon. Darhol qo'ng'iroq qilib uyni olishini aytdi. Uy egasi manzilni aytib, uyni hoziroq ko'rishini, narxi ma'qul kelsa bugunoq ko'chib o'tishini taklif qildi. Alex uyga bordi. Shinam va ajoyib 2 qavatli uyning yerto'lasi ham bor edi. Alexga ma'qul keldi va uyni sotib olishini aytdi. Uy egasi tezda xorij safariga ketishi kerakligini va pul zarurligini aytib, aytilgan narxda ozgina arzonroqqa rozi bo'ldi. Alex uyga qaytib kelishilgan mablag'ni uy egasiga topshirdi va uyning rasman egasiga aylandi. Alex oilasi bilan uyga ko'chib o'tdi. Qulay, shinam va ajoyib. Uy boni sifatida yerto'la ham bor. Faqat uyning atrofi qalin o'rmonligi va shahardan uzoqligini aytmasa, hammasi yaxshi. Hamma xursand. Ular yangi uyga joylashdi. Alex va Lily uyni ko'zdan kechirar ekan, ular kelajakda qanday ta'mirlashni va qanday yangi jihozlar olib kelish haqida gaplashishardi.
Odatiy kun. Aleks ishga ketdi. Lili esa bolalari bilan uyda qoldi. Ayol bolalariga televizor qo'yib berdi va yig'ilib qolgan kiyimlarini yuva boshladi. Ishni tugatib, kiyimlarni ilayotgan payt o'rmon tomondan soch soqoli o'sib ketgan bir odam uy tomon kela boshladi. Lili uni kuzatib turardi. O'sha odam to'g'ri uning oldiga kelib, qo'rquv bilan "Bu yerga qachon keldinglar?" dedi. Lili, siz kimsiz? Tushunmadim. "Bu yerdan tezroq ketinglar. Bu yerlar yaxshi joy emas." Lili, nimalar deyapsiz? Kimsiz o'zi? Nega ketishimiz kerak? "Bu yer xavfli. Tezroq ketinglar." dedi va qayta o'rmon tomon nimalarnidir gapirib keta boshladi. Lili esa birorta daydi odam bo'lsa kerak-da, yoki bechora esidan ayrilganmi, deya uyga kirib ketdi. Kechqurun Aleks ishdan oilaviy kechki ovqatdan keyin hamma o'z xonalariga yotishdi. Lili bugungi haligi odam haqida Aleksga aytdi. U esa e'tibor berma, menimcha u jinnixonadan qochgan bo'lsa kerak, dedi. Ikkalasi buni biroz hazilga yo'yishdi. Erta tong, hamma uyg'ongach nonushta qilish uchun dasturxon atrofida yig'ilishdi. Hamma kelgan, faqat Ted yo'q, katta o'g'li. Ted xonasidan ham yo'q edi. Uni baland ovoz bilan chaqirishdi, ammo undan darak yo'q. Aleks va Lili xavotirga tusha boshladi. Aleks o'rmon tomonga ketdi. Lili esa yerto'laga tushib hamma yoqni izlashdi, lekin Ted hali hamon hech qayerda yo'q. Qayerga ketgan bo'lishi mumkin? Balki maktabga ketgandir. Lili yo'q, u hech qachon bunchalik vaqtli uyg'onmas edi. Aleks, men ketdim uyda o'tiringlar. Maktabga borib o'qituvchilardan so'rab ko'raman, dedi va shoshib chiqib ketdi. Lili internet orqali o'g'lining suratlari hamma ijtimoiy tarmoqlarga qo'ydi. Politsiyaga ham Aleks borib, u haqida ma'lumotlarni yetkazdi. 10 yoshli bolakay, Ted hech qayerda yo'q. Yarim tun. Tedning xonasi nimadir bo'ldi-yu, Ted qandaydir deraza ortidagi tovushdan uyg'onib ketdi. Deraza yaqin borishga avvaliga qo'rqdi. Lekin qiziqish ustunlik qilib deraza tomon bordi. Uy tashqarisida qandaydir kichkina bolakay o'rmon tomon ketib borardi. Avvaliga Tedni kuchli qo'rquv bosdi. Chunki ikkala ukasi ham uning yonida uxlab yotgan bo'lsa, u bola kim ekan? Taxminan 6 yoshli bolakay o'rmon tomon sekin qadam bosib borardi. Ted deraza oynasini ochib uni chaqirdi. "Hey, qayerga ketyapsan? To'xta!" U xuddi hech narsa eshitmagandek yo'lida davom etardi. Tedning qaysidir ma'noda jahli chiqib, derazadan tushdi. Bolakayni ortga qaytarish maqsadida uning ortidan yurdi. Bolakay qalin o'rmon ichiga kirib ketdi. Ted qadamini tezlashtirib unga yetib olgan edi, ammo ular o'rmonning ozgina ichkarisiga kirib bo'lishgan edi. "Hey, to'xta, u yerga nimaga ketyapsan?" dedi. Bolakay ortiga o'girilmay javob qaytardi. "Shu yerdan meni o'ldirishgan." Va ortiga qaradi. Dahshat. Ted qo'rquvdan deyarli qichqirib yubordi. Sababi bolaning yuzlari qon, ko'zlari olov misoli sariq rangda yonar, shunchalik ozg'in ediki, ko'rgan odamni dahshatga solardi. Ted qo'rquvdan qaltirab endi ortga qarab yugurmoqchi edi hamki, uning qarshisida masxaraboz kiyimida bir tana paydo bo'ldi. Shundoq ham qo'rquvdan qaltirab turgan Ted uchun buni ortiqcha bo'ldi. Masxaraboz unga "Kel, birga o'ynaymiz, og'ayni", dedi va xunuk tirjaydi. Uning qorong'uda ham yaltirab turgan vahshiy hayvonniki kabi tishlari va yuzidagi bir nechta chandiqlar va qizil ko'zlar Tedning kuchli baqirishiga sabab bo'ldi. Masxaraboz esa unga yaqin keldi. "Men sen bilan o'ynamoqchiman", dedi va Tedning bo'ynidan tishlab bir parchasini uzib oldi. Bolakay deyarli og'riq sezmadi. Masxaraboz esa uni yeyish bilan band edi. Hozirgi kun Aleks va Lili bolalarni yo'qotgandan beri ularni ham tinchligi yo'qolgan. Tedni butun Boston shtati politsiyasi qidirmoqda.
ammo undan hali ham darak yo'q. Kunlar odatiy tarzda o'tmoqda. Mana 10 kundirki bola hali topilmadi. Hech kim ko'rmagan. Ertaga kichkina qizaloq Rafaelaning tug'ilgan kuni. Ertangi kun uchun ham xotinlar harakat qilishyapti. Chunki mehmonlar ko'p bo'ladi. Yangi uyni ko'rish bahonasida va qizaloq Rafaelaning tug'ilgan kuni munosabati bilan ham anchagina odam ko'p bo'lishi aniq. Bugun qizaloq 6 yoshga to'ladi. Uning uchun bugun o'zgacha kun. Kun qorong'u bo'lishi bilan sekin-asta mehmonlar kela boshladi. Anchagina odam ko'paydi. Ba'zi mojabi o'tmoqda. Faqatgina Tedning yo'qligi Alex va Lili uchun og'ir kun bo'layapti. Tug'ilgan kun sohibi qizaloq Rafaela ham juda xursand. Unga turli xil sovg'alar berilyapti. Xullas, ba'zi mavjida. O'rmon tomondan bir g'alati nusxa esa uydan chiqayotgan shovqin tomon qarab turibdi va uy tomonga qarab yurib bormoqda. Bazmga kelgan mehmonlardan biri tashqariga toza havo uchun chiqib ketdi. Uydan chiqib yon tomonga qaragan payt uning narigi tomonidan bir odam sharpasini ko'rdi. "Hoy, sen kimsan?" deya gapirdi. Boyagi nusxa esa jim turardi. "Mabola karmisan yoki gapira olmaysanmi?" deya unga qarab yura boshladi. Unga yaqin borar ekan, uning tanasidagi g'alati bir narsani payqadi. Kiyimlar odatiy emasdek va uning bosh qismi ancha kattaroq edi. U bir nechta marotaba gapirdi, lekin reaksiya yo'q. Yaqin borgach, bildiki u masxaraboz kiyimidagi bir odam. Ha, demak tug'ilgan kunga masxaraboz chaqirilibdi-da, deb o'yladi. Va "Hoy, nimaga bu yerda turibsan? Seni chaqirishdimi?" dedi. U esa xirillagan ovoz bilan Ha, meni chaqirishdi. Yaqinroq kel, meni uyga boshladi. "Ha, yaxshi taklif qilingan ekansan, nega kirmading?" Yaqinroq kel, sen bilan bir o'yin o'ynaymiz. dedi va sekin xiringlab kula boshladi. Haligi odam unga yaqin bordi va uning oxirgi ko'rgan manzarasi kulib turgan dahshatli qiyofadagi masxaraboz bo'ldi. Maxluq unga o'tkir tirnoqlari bilan zarba, dahshat uning boshidan tanasidan uzoqqa uzilib tushdi. Masxaraboz qattiq kulgancha uning boshi va murdasini o'rmon ichkarisiga suzdirab ketdi. Tug'ilgan kun yakunlandi. Hamma o'z uyiga tarqalyapti. Faqat mehmonlardan biri kech qolyapti. Balki uyga ketgandir, deya uni kutmay ham ketib qolishdi. Erta tong. Bugun Alex ishga otlandi. Har doimgidek uning rafiqasi Lili bolalari bilan uyda qoldi. Lili har doimgidek uy ishlari bilan band bo'lgan payt uy telefoniga qo'ng'iroq bo'ldi. Uni qarindoshi chaqirayotgan edi. Qandaydir marosim tufayli uni o'z uyiga taklif qilayotgan edi. U bolalariga hech kimga eshikni ochmasligini qattiq uqtirdi. Lekin uni oldinda qanday dahshatlar kutib turganini bilmasdi. Kechki vaqt, soat 20:00. Alex ishdan qaytdi. Lili ham qarindoshlari ziyofatidan ular ikkisi bir vaqtda uyga kirib keldi. Junior va qizaloq Rafaela uyda yo'q. Ular darhol qo'rquvga tushib, uyning har bir joyini qarab chiqishdi. Hamma yoq ko'zdan kechirilgach, oxiri joy yer to'la qoldi. Yer to'la eshigini ochib chiroqni yoqishgan edi, hamki dahshatga tushdi. Yerda Rafaelaning bosh tanasi yotardi. Sal nariroqda esa Juniorning ichki organlari, qo'l-oyoqlari uzib olingan holda hamma yoq qonga belangan edi. Ular dahshatga tushdi. Kim qildi buni? Lilining qo'rquvdan oyoqlari, qo'llari qaltirardi. Alexning ko'ziga yosh keldi.
va kim sana bular, qayerdasan, nega bunday qilding deya baqirdi. 2 soat avval Alexning uyi. Bolalar uyda televizor ko'rib o'tirardi. O'rmon tomondan o'sha vahshiy masxaraboz uy tomon yurib kela boshladi. U xuddi uyda nimalar bo'layotganini sezgandek qadamlarini sekinlashtirib yerto'laga boshlovchi eshik tomon keldi va u yerda qulf yo'qligi sabab osongina eshikni ochib kirdi va o'sha yerda nimanidir izlayotgandek u yoqqa bu yoqqa tez-tez qarardi. Shunda u uy tomon yaqinroq borishga qaror qildi va uyga yaqinroq borib derazadan mo'raladi. 2 yosh bola televizor ko'rib o'tirganini ko'rdi-yu, xunuk tirjayib qo'ydi. Bolalar televizor qarshisida goh o'ynashar, goh u yoqdan bu yoqqa yugurishardi. Ularni eshikni taqillagan ovozini chalg'itdi. Eshikka yaqin kelib, "Kim u?" dedi Junior. Narigi tarafdan esa, Men quvnoq masxarabozman. Sizlarga sharlar ulashgani keldim. degan ovoz eshitildi. Junior va Rafaela hali bola, ular u gapga ishonishdi va eshikni ochishdi. Afsus, ular o'z hayotlariga qora nuqtani qo'yib bo'lgandi. Eshikni ochilishi bilan ichkariga vahshiy va juda dahshatli masxaraboz kirib keldi va Juniorga tirnoqlari bilan zarba berdi. U yiqilib hushidan ketdi. Bu holatni ko'rgan uning singlisi qattiq baqirib yubordi. Masxaraboz katta tezlik bilan qizaloqqa yaqin keldi. Uni qo'lidan sudrab, akasining ham bir oyog'idan sudragancha yerto'la tomon ketib borardi. Ora-orada dahshatli va xunuk tarzda kulib qo'yardi. Bolalarni yerto'laga kirgazib, ularni devor tomon turtib yubordi. Dahshatli maxluqni eslatib yuboradigan tishlar va qip-qizil olov misoli yonadigan ko'zlar qizaloq va bolakayda dahshatli qo'rquvni uyg'otdi. Masxaraboz ularga yaqin keldi va jilmaygancha, Kelinglar birga o'ynaymiz, deb qizaloq Rafaelaga yaqin keldi va uning boshini tishlab buzib oldi. Buni ko'rgan Junior qattiq baqirib o'zini eshik tomon urmoqchi edi, lekin masxaraboz uni tutib olib o'tkir tirnoqlari bilan unga zarba berdi. Dahshat, tirnoqlar uning tana qismini kesib o'tib, suyaklarni ham singan ovozi eshitildi. Junior hamma yog'i qon, lekin u hali tirik edi. U hamon nafas olardi. Qonxo'r qotil unga yaqinlashib chap qo'lining tirsak qismini tishlab uzib oldi. Yerto'la deyarli qonga bo'yalgan, u yerda masxaraboz esa qizaloqning tanasini burdalab, telbalarga o'xshab uning ichki organlarini yeyishi bilan band edi. Shundan birdan yerto'la tepasida bilinar bilinmas qadam tovushlari eshitila boshladi. Bu qotil bir nimani sezgandek eshik ortiga bekinib oldi. Bir nechta qadam tovushlari va uzoq kimnidir baqirib chaqirishlarini eshitilgandan keyin yerto'la ichi tomon 2 kishi kirib keldi. Bir erkak, bir ayol. Ha, bular hozirgina vahshiylarcha burdalab tashlangan 2 bolakayning ota-onasi Alex va Lily Martinslar edi. Ular bunday manzarani ko'rib dahshatga tushdi. Ularni kuzatib turgan qonxo'r masxaraboz esa joyida qimirlamay turardi. Alex birdan baqirishga tushdi. "Qayerdasan, yaramas? Bu yoqqa chiq. Kim bo'lsang ham seni o'ldiraman", derdi. Masxaraboz hali hamon eshik ortida edi va nihoyat u yer xotinlarning orqa tomonidan turib, "Men bilan o'ynaysizlarmi?" degancha dahshatli ovozda kula boshladi. Alex va Lily ortiga qaraganda esa shunchaki shok holatiga tushdi. Tishlari maxluqnikidek bo'lgan va og'zining har bir joyi qonga bo'yalgan masxarabozga qarab turishar ekan, Alex o'ziga ularni "Sen o'ldirding" deya unga tashlandi.
Afsus, bu uning oxirgi harakati bo'ldi. Masxarabos unga tirnoqlari bilan bosh qismiga zarba berdi. Shunchaki dahshatli holat. Uning boshi 3 qismga bo'linib yerga tushdi. Tanasi esa yerga quladi. Lili dahshatdan qotib qolgan joyida qimirlamay o'tirardi. U faqatgina yig'lardi. Qonxo'r masxarabos esa unga Sen ham men bilan o'ynaysanmi? deya unga yaqin keldi. Butun oilasidan judo bo'lgan ayol esa faqatgina ko'z yosh to'kin jim o'tirardi. Qotil unga yaqin keldi va so'nggi so'zini aytdi. Kel, birga o'ynaymiz. deb uzun tirnoqlari bilan uning boshini siladi. Keyin keskin harakat bilan ayolning ham boshini tirnoqlari bilan uzib olib devor tomon uloqtirib yubordi. Qonxo'r masxarabos qonga bo'yalgan dahshatli yerto'la ichida telbalarcha kulgancha o'lgan odamlarni ichga organlarini titish va yeyish bilan band edi. Hali bu yakun emas. Agar hikoya sizlarga ma'qul kelsa, buni davomi, ya'ni 2-fasli ham yozilishi mumkin. Sizlardan bir narsani iltimos qilardim. Bu hikoyani jiddiy qabul qilmang. Hikoya to'qima bunday voqealar hayotda ro'y bermagan, shunchaki xayolat mahsuli, real hayotda ro'y bergan. Shunga o'xshash voqealar tasodif deya qabul qilinsin. Hikoyani oxirigacha o'qiganlarga kattakon rahmat. Hikoyaga nisbatan o'z fikringizni qoldirishingiz so'rab qolgan bo'lardim. E'tibor uchun hammangizga kattakon rahmat.